Assalomu alaykum. Chevrolet Lacetti avtomobilimiz. 2011-yil 194 ming kilometr yurgan, yoqilg'i dizel, motor 2. Ko'rib turganlardek mashinamiz o'ta ideal holatda. Kelib mana o'zim ko'ryapman. Mashinaning ovozi ham javnaqa shovqin emas, normal holatda. 18 diskalar qo'yib qo'yibdi, balonlarni chiqib olibmiz. Chiroqli bo'ldi. Mashina ideal holatda ekan mashina. O'zim ko'rib mana buni tekshirib ko'ryapman. Bitta shu oldi chap tomon qanotda kraska tegan joyi bor. Mashinamiz o'ta ideal holatda. Ko'rayotganlaridek mana atrofida qirilgan joylari yo'q. Mashina klass. Bitta aybi saloncha uborka talab. Hamda oldi signalsini ozgina yirtilib qo'ygan joyi bor. Bunga chexol kiydirib olsa bo'ladi. Holati ideal, start stop. Zaten kamerasi to'liq holatda. Black box, look, hamma narsasi bor mashinaning. Xo'sh, bu mashinamiz yoqilg'i sarfi shaharda ichiga 7 ta 8 ta esa trassa danniga 5,5-6 ta yeydi. To'la bak 60 litr dizel bilan to'ladi 90 ming 92 mingga. Bu bilan 800-900 km bemalol yursalar bo'ladi. O'ta ekonomik, holati ideal mashina. 2,6 million won mashinani holatiga yarasha narx. Buni общий summasi istaganga puli, оформление, hamda 1 oylik garantiyasi, hamda 100 ming diler xizmatimiz hammasi общий qo'shilib 3,550 ming won bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa 3,550 ming berib shuni olib ketishingiz mumkin. Mashinaning o'zining narxi 2,6 ming won. Aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.